Taobaudan buyurtma bermoqchisiz, lekin xatolardan qo'rqyapsizmi? Bugun eng ko'p uchraydigan 5 ta xato va ulardan qanday qochish haqida gaplashamiz. Demak, bizning birinchi xato noto'g'ri sotuvchini tanlash. Fikrlar, reyting, haqiqiy rasmlarni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ushbu mahsulot misolida ko'rib chiqamiz. Sotuv soni bizda 2000 bo'lgan. Narxi 3.56 yuandan 23.56 gacha. Ya'ni bu bizning dizayn va o'lchamlarni tanlaganimizdan keyin kelib chiqadi. Keyin biz reytingni tanlaymiz. Reytingimiz mana bu yerda ko'rsatilgan 4.6, bu yaxshi reyting. Keyingisi odzivlarni, ya'ni fikrlarni tekshirib chiqamiz. 1000+ bo'lgan ekan. Chunki bunda sotuv juda ham ko'p. Mana ruscha, xitoycha har xil odzivlar qoldirilgan, lekin bu yerda rasmi ko'rinmayapti. Haqiqiy rasm mana. Bu yerda o'zbekcha ham qoldirishibdi izoh. Rasmga bosib, uni haqiqiyligini ko'ramiz. Ikkinchi xato, eng arzon narxni tanlab, sifatni unutish. Biz narxlarni tanlaganda juda ham yaxshilab e'tibor berishimiz kerak. Shu narsa shu narxga arziydimi? Juda ham arzon bo'lsa, tovarning sifati past bo'lishi mumkin. Uchinchi xato, o'lcham, mahsulot tavsifini e'tiborsiz qoldirish. Ya'ni o'lcham jadvalini yaxshilab solishtirishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana shu shimni olayotganda, mana bu korзинаga bosish belgisida chiqib keladi bizda. Mana razmerlar berilgan. Mana shu razmerlarga diqqat bilan e'tibor berishimiz kerak. Noto'g'ri razmer tanlamasligimiz kerak. To'rtinchi xato, yetkazib berish, ya'ni kargo narxini hisobga olmaslik. Ya'ni kargo narxini qanday hisoblaymiz? Ba'zi mahsulotlarda o'zining opisaniyasini tagida yozilgan bo'ladi. Yozilmagan bo'lsa, siz buni sotuvchining o'zidan so'rab bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bunga xabar yozishingiz mumkin. Lekin taxminan ham biz buni hisoblab bilishimiz mumkin agar oldin zakaz qilgan bo'lsangiz. Va bundan tashqari kargoni to'g'ri manzilga buyurtma berish lozim. Agar manzil xato bo'lsa, tovaringiz yetib bormaydi. Beshinchi xato, agar siz optim oladigan bo'lsangiz, sinovsiz ko'p miqdorda buyurtma bermang. Avval bitta mahsulot buyurtma qilib sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman, chunki u qanday holatda keladi, rangi, dizayni aslidan farq qiladimi, yo'qmi, buni oldindan bilib olishingiz kerak bo'ladi. Agar siz buni ko'p miqdorda zakaz qilib boshqalarga sotish niyatingiz bo'lsa. Siz ham Taobao va boshqa davlatlardan zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizda kurslarimiz mavjud. Bizga Telegram orqali ushbu belgilangan manzilga murojaat qiling. Umid qilamanki, bu video sizning pul va asablaringizni saqlab qoladi. Shunday ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishni, doim xabardor bo'lishni istasangiz, opisaniyada va kommentariyada Telegram kanalimizni qoldiraman. U yerda ham juda ham ko'plab ma'lumotlar berib boraman. Bizga obuna bo'ling va kuzatib boring.